qo'y bo'kkanda qanday muolaja olib borish kerak, qanday dorilar olib borish kerak degan tavsiyalarimizga hozir yana bir yangi tavsiyalarni berib o'tamiz. Nimaga desangiz, chorva boqishda, daromad keltirishda eng xavfligi bo'ktirish. Bo'ktirib qo'ysangiz, o'zingiz ham hafsalangizni sovib qoladi-da qo'yni boqishga. Shuning uchun mana tushuntirib o'taylik. Qo'y bo'kdi. Qo'yni 3 ta toifada bo'kiydi. Yengil, o'rta, og'ir. O'tgan safar ham aytib o'tganmiz. Agar yengil bo'kkan qo'y xomish bo'lib, o'tga kelmasdan u burchak bu burchaklarga borib turib oladi. Bu yengil bo'kkan qo'y hisoblanadi. Og'ir bo'kkan qo'y endi bitta joyda turadi va uni turgizib qo'ysangiz yuradi. Lekin o'zi turib yura olmaydi. Bu o'rta bo'kkan qo'y. Og'ir bo'kkan qo'y bo'lsa, yotib qolgan bo'ladi, o'rnidan turmaydi, inqillash va boshini yerga qo'yib, og'zidan suv kelish boshlanadi. Mana bu foydali bo'ladi. Yengil bo'kkanda sirazi bilib turib 10 gram shpritsda 10 gram zagazit olib ichirasiz. Shpritsda ichirgandan keyin deta bir 5 minutlardan keyin bu zagazitimiz oshqozonga kelib tushadi. Oshqozonga kelib tushgandan keyin massaj kelib yaqinroqdan olib berasiz. Bu massajni qilmasangiz bo'lmaydi. Nimaga u tushib turib hazm bo'lmayotgan oziqani achitib berish kerak. Mana ko'tarib pastga mana. Buni endi yuzlab qilasiz mana. Ko'tarib pastga qilingandan keyin bu ichi yuradi. Ichi yurgan qo'y xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi bu yaxshilikka. Keyin nima yeb bo'kkaniga bog'liq. Bug'doy, makka, arpa, butun bug'doy yegan qo'ylarga suv berilmasin bo'kkan qo'yga. U nimaga borganda bug'doylar oshqozonda ishib nima bo'lib ketadi-da, unib ketadi. Suv berganingizdan keyin nabrot yana ko'karish davom etib gazlanadi. Shuning uchun sug'ormay turilsin bo'kkan qo'yga. Agarda non, qattiq non, drabilga qilingan bug'doy yegan qo'ylarga tavsiya qilamiz, sut bilan oq yog'da o'shinda. Nimaga? U xamir bo'lib qoladi-da, u xamirni achitish qiyin bo'ladi. Bu zagazitdan ham berilaversin, ham sut bilan oq yog'da ham ichirib, ichini o'tkazib olish kerak.